Shu skuterimizda bo'layotgan muammo ko'pchilikda bo'ladigan generator tok bermasligi. Generator tok bermasdan yurgan постоянно. Plus generatorni o'zgartiramiz. Oke, menga bir 220 chiqadigan qilib bering deyishdi. Hozir bir harakat qilib ko'ramiz bu akani. Постоянно akkumulyator o'tirib yuravergan. Kuzatishda davom etinglar. Ko'rishinglar mumkin, bu generatorni mana bu bitta obmotkasi yonib ketgan. Xudo xolasa endi hammasi yaxshi bo'ladi. Niyat qilamiz bu akamizda. Xullas bu akamizdan ishini tugatdi. Endi bir ko'ramiz. Chunki akkumulyator o'tirib yotibdi anchadan beri. Bunu aldık. Atlayamaz. Tekrar koyalım.